qo'shni keldingizmi? Mana buni suvga qo'shib erizga berasiz. Xiyonat qilayotgan bo'lsa, ertalabgacha boshi kal bo'lib qoladi. Hamma qo'shnilar olding. Rahmat. Ana endi qo'lga tushasiz. İyi kelyaptilar. Ke kiraver o'rta. Ol o'rta tarvuzdan. Yo'q, men chaqaganman, suv icha qolaman. Ochganimda kal bo'lsangiz, точно adabingizni yeysiz. Nima qilyapsan? Pashsha o'ldiryaptim, pashsha qo'nibdi. Ko'chada nima shovqin? Bu nima qilib turibsan? Qoch! Nimalar bo'lyapti? Yosh kalimisan? Bu xotinlar nimalarni o'ylab topishmaydi deysan. Oldinlari koronavirus edi, hozir koronavirus bo'lib ketdi hammajon. Bechara Sarvar bilasanmi nima bo'lib ketdi? Nima bo'ldi? Kim u qiz? 5 yil men xotinman. Men 5 yil men senga xiyonat qilmaganman. Naronni qo'y etaman, tushing. Bugun shodda qolasiz. Bo'ldi, biz ketamiz uyga. Ketamiz. Men unaqa emasman-ku. Siz ham xuddi shunaqasiz. Qochdi. Ketsang ketaver. Sochimdan ko'p oshig'im. Sen bo'lmasang boshqasi. Sochimdan ko'p oshig'im, sen bo'lmasang boshqasi. Oyi, men bunaqa yer bilan yashamayman. Oyi, qani siz? Oy sizga ketdi arazlar. Voy, ada, sochingiz qani? Ana kechasi suv beradi, tinch uxlaysiz deb. Ertalab tursam soch yo'q. Va qo'shni u rostdan ham chosh to'kadigan dori ekan. Mashinadan olib qo'yibman. Mahallada rosa sharmanda bo'ldim. Meni kechiring. Xo'p. Agar xohlasangiz, menda undan ham boshqacha dori bor. Eringizga shunday ichirasiz, choxolaga bormaydigan bo'lib qoladi.